foydalanishni o'rganamiz hozir. Rapid typing deb yozamiz. Enter. Birinchi chiqqan rapidtyping.com sayti bor shunda. Shu birinchi chiqqan saytga bosamiz. Bu yerdan download yoki загрузить deb yozib qo'yadi shunda. Buna bosamiz. Bu yerda yana 64 lik 32 lik chiqadi. Shudan o'zingizni kompyuteringiz 64 32 bo'lsa, shuna qarab tanlab olamiz buni. Hozir bu 64 lik bo'lsa 64 likni bosaman. O'shani ebda skachat etib turibdi. Skachatdan bo'lgandan keyin ichine kirib uстановка etishni o'rgatamiz. Bu uстановка bo'ldi. Endi shunda endi papkani bosamiz. 3 papkani bossakina chiqadi. Üstüne 2 marta bossak uстановка etadi. Agar 2 marta bosmay ham o'ng tarafini, mishkani o'ng tarafini bosamiz. Ibida открыть bor. Открытьni bosaman bo'ldi. Ibidan keyin done bosaman. Hozir shunda oyna chiqadi yana. Xo'p, bu oynada endi birdan dalyani bosamiz. Buni o'qib chiqish shart emas. To'g'ri принимаю deysiz. Birdan персональная установка bo'ldi. Birdan далее. Создать ярлык меню запуска. Создать ярлык на рабочем столе desa, yana shu рабочий stolda ishida chiqarish. Быстрого запуска esa yana bu пуск degan bo'limida ishida chiqarish rapid typingni. Shu ikkisini ham галочка barib qo'yamiz. Keyin установка. Bo'ldi. Запустить desangiz, shuni bosib qo'ysangiz, готовni bossangiz, o'zi avtomatik kiradi ichiga. Endi birdan biza установка etib olganimizdan keyin birdan N1 degani bor. Shu birinchidan boshlaymiz. Bunga kirgandan keyin birdan основа degani uroklar bor. 4 bo'lim bor buning ichida. Har bir bo'limda yana darsliklari bor. Biz endi birdan shu основаga kirib, birinchi darsdan 9-darsga дейін ishlaymiz. Birda ishab ishlatadi. Birda tilni anglizga qo'yasdan, birdan FG. Birda qo'lni barmoqlarni qo'yish tartibini. Shu 4 barmoqingiz shu F dan boshlab A'ga дейін turishi kerak. O'ng qo'lingizda kelsa bu ko'rsatuvchi barmoqingiz J dan boshlab K, L inabi nuqtalarda turishi kerak shu yerda. Ya bu knopka probel deb aytiladi. Uzun knopka probel.